Qibray tumani hududida jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, tungi vaqtlarda har qanday ko'ngilsiz holatlarni oldini olish maqsadida bir qator profilaktik ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur profilaktik tadbirlar xususida hozirgi lavhamizda ma'lumot olasiz. Qibray tumani hududida tuman ichki ishlar bo'limi va hamkor tashkilotlar ishtirokida xavfsiz hudud maxsus profilaktik tadbirlari o'tkazildi. Tadbir Qibray tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i va Qibray tumani prokurori adliya maslahatchisi tomonidan o'tkazilib, unda tuman hududida jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, har qanday huquqbuzarliklarga nisbatan murosasiz choralar ko'rish lozimligi ta'kidlab o'tildi. Shuningdek, aholi murojaatlarini tezkorlik bilan o'rganib, ularni qiynayotgan masalalarni o'z o'rnida bartaraf etish, uyushgan jinoyatchilik, narkojinoyatlar, kiberjinoyatlar va yashirin iqtisodiyotga qarshi murosasiz kurashish kerakligi aytib o'tildi. O'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida 153 nafar turli xildagi huquqbuzarliklar sodir etgan fuqarolar O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida belgilangan moddalar bilan javobgarlikka tortildi. Shuningdek, xodimlar tomonidan kiberjinoyatchilik, mulkiy turdagi jinoyatlar, firibgarlik, tan jarohati yetkazish, giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasini oldini olish yuzasidan tayyorlangan 1500 dona flyer va bukletlar fuqarolarga tarqatildi. Joriy yilning o'tgan bir oyi mobaynida tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirlar davomida 11 ta jinoyat holatlari aniqlanib, jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda belgilangan huquqbuzarliklarni sodir etgan 784 nafar fuqarolar ma'muriy javobgarlikka tortildi.